qanday chiqay yelkangga? Mana. Qayoqda? Mana ko'tarmaydi omalarga. Bismillah. Shaqa paytda yordaming kerak-da. Yaxshi kelsa sig'mayapti-yu, yomon uni. Tutgan. Tamam, shu. Voy, voy, voy. Aslan nima? Oling qal. Soya setgan tagiga konkretni bitta stol stulni qo'yib, choyni ichadi. Ko'k choyni ichib o'tiradigan joy bo'ldi. Bitta ko'ring. Endi mana bu yerda hali chala joyimiz bor. Mana uni yoqib olamiz. Yo, bu slishkam yarki deydigan bo'lsangiz, bitta o'chirasiz hammasini. Ha? Oppale. Haqiqiy choyni ichib, damni olib mana yerda. Ha, shasharamizdan suvimiz chiqadi. Makka mana qo'ydik. Setga qoldi, bedanani o'zini tashlash qoldi. Va aka akvariumda ichiga soladigan dekoratsiya oldim, zoma gazini. Bu dekoratsiyalarni endi keyingi videoda qo'yaman, bu logik gazonchadan qo'yib qo'yamiz. Endi suvimizni chiroyli qilib yangilab keyingi videoga olamiz. Aka, daraxt ichida yonayotgan svetni ko'ring. Ha? Mana bunday svet kelib turib, yashil, sariq, oxiri bunaqa tomchiga aylanib qoldi. Vaydod deydigan bo'ldi men uchun. Ana sizga olam. Stolchani qo'yib. O'zimizcha biznes ideyalarni qilib, ha? Yo, mayo. Uni ko'rsangiz, atmosferchani. Ichkarida bedanalar tuxum qo'yadi, o'zi kurki bo'ladigan bedana olib kelganman. Hay, aqa tuxum qo'ydi, bir jo'jalari bilan yuribdi-da endi. Bu yoqda sekin qushlarimiz uchib yuribdi. Lekin gnizo ilmimizda bitta buzmaslik uchun. Joy rostdan ham mo'tadil chiqdimi? Mehnatimizni chala joyi mana yakunlandi. Albatta bitta baho qo'yib qo'ying. Yuguramiz deyapsanmi? Charchadim men. O'zing ham yugurib qo'yasan-a? 1 2 yugurib qo'yib choq. 1 2 1 2. Seni men tushunishni boshladim, gavur, champanqulab. Seni men tushunyapman. Yoqa yur. Yurish qilamiz. Choq. Oh! Dumbe uzilib ketadi omadigan bu yugurishingda. Сказочный домmi dedi. Avatarlarning uyi-ku. Kommentariyada juda ko'pchilik avatarning uyi bo'libdi dedi. Omma lekin rostagazim avatarning uyiga o'xshabdi. Valier, ichida valier. Setkasini o'rash kerak. Kommentariyada men ikki so'ri qo'yib o'tirib choy ichganicha qish keladi deganlar ham juda ko'p bo'ldi. Napas olgani ham o'zi vaqt yetmayapti buni kutganlar borda. Shunga men o'zim ham qiziq bo'lgan bet. Yakunlab qo'yay, ishim bitsin, qishga qolib ketsak ham, qishga qolib ketsak, mayta besetkada o'tiramiz nasib bo'lsa. Shunga mayka bir stol qo'yib o'tirishga imkon bo'lmayapti, vaqt yetmaganidan. O beshalov barmog'imni og'zimga tiqib, bu yoqdan broiler, bu yoqdan qushxonani boshlab olganman-ku. Avvalo yaxshi niyat qaysi bir yursa ham, Xudoyim bersin hammasini. Может, kimdir kutayotgan bo'lsa deb shuni yakunlashga harakat qilyapman-da. Broilerlardan ham so'raganlar ko'p bo'ldi. Biz 18 ga Xudo xolasa zakaz qilgan edik. Birinchi bo'lib eksport qilish kerak ekan. Shulardan bir qismini oshirgan beralar ekan. Bugun ham gaplashdik. Nasib bo'lsa 18 ga to'xtadik. 18-avgustga Xudo xolasa bizga yetkazib beradigan bo'lgan. Shu broiler qachon keladiganlar uchun ham bitta ma'lumot o'rnida, nasib bo'lsa 18 kuni kelish kerak. Bunaqa kayfni dollarga ham sotib ola olmaysiz. Ishoning. Birinchi bo'lib, mana bir do'stingiz bilan suhbat qilasiz-ku. Yana qilib motorolchada mahalla bo'ylab aylanasiz. Vaholanki buni BMW bor. Sotdingizmi hali qizildi? Qizil BMW bor. Uyda yana bir bolalari bor. Vaholanki pullar emasda, asosan da. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Rahmat. Mahalladagilar. Shunaqa bir piyola choy ichib, u meni Otabek do'stim, sinfdoshim, yaqinim. Uyga tashlab qo'yapman. Mashinasi bor bo'lmasa. Do'stingiz bormi? Qadrlang haligini.